Ana shu maktab ochilishiga kela olmagandim-da. Bugun sizlar bilan alohida shu maktabda mehmon bo'lamiz. Bu maktabning asoschisi meni eng yaqin dugonam va ustozim bo'ladilar. Qaysi sohada bo'lsa ham o'zlarini maslahatlarini ayamaydigan, ilm berishni yaxshi ko'radigan va bolajonlarni juda ham sevadigan, xalqiga manfaati tegishini yaxshi ko'radigan inson Dilorom Mambetaliyevaning o'quv markazlari. Endi esa qizlarjonlar, sizlarga James School haqida qisqacha ma'lumot beraman. Xullas qizlarjonlar, bu o'quv markazi Juma bozori sentrida joylashgan bo'lib, Juma marketda 3-etajida ekan. Bemalol farzandlaringlarni qo'shimcha darslarga bersanglar bo'ladi. Narxlari hamyonbop, lekin juda ham sifatli darslar o'tishar ekan. Qizlarimiz uchun eng kerakli gimnastika, bolajonlarimiz uchun maktabga tayyorlov darslari, mentalniy arifmetika deysizmi? Va menga eng yoqqani moliyaviy savodxonlik darslari ham bor ekan. Ustozlarni ham tanlab chaqirgan ekanlar bizni ham. Aytgancha, faqatgina bolalarga emas, biz ayollarga ham fitnesslari bor ekan. Ko'pchilik qizlarimiz mendan fitnes so'rashadi. Mana sizlarga zo'r joy. Instagramlariga yozib bemalol qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Bu videoni farzandlari bor va o'zini sog'lig'i haqida qayg'uradigan dugonangizga jo'natib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang.